Ben bu suratdagi bolani ko'rdinglarmi? Yaxshilab tanib olinglar. Bu bolani qilgan ishlarini o'zinglar ko'ringlar. Давай. Язык быстрее. Все. Ko'rdinglar? Bu yigit o'zini jonini xatarga qo'yib O'zbekiston fuqarosi ekan. Sochida yong'in bo'lib turgan joyga kirib, MCS bo'lmasdan turib, pojarniy bo'lmasdan turib, bitta futbolka shim bilan kirib, jonini xatarga qo'yib, yosh go'daklarni qutqardi. Bu yigit chista O'zbekiston fuqarosi ekan. Agar siz ham O'zbekiston fuqarosi bo'lib, o'zbek bo'lsangiz, bu videoni dunyo ko'rishiga ozgina hissangizni qo'shing. O'zbek qanaqaligini butun dunyo ko'rib qo'ysin. Men bunaqa vatandoshlarim borligidan faxrlanaman. Ko'p joydagi o'zbek yomon, o'zbek bundoq deydi. Yo'q, o'zbek o'zini jonini xatarga qo'yib, birov jonini saqlab qolishga harakat qiladi. Nafaqat bu yigit, barcha o'zbek millati shunaqa bo'ladi. O'zbegim, men faxrlanaman o'zbekligimdan, shunaqa vatandoshlarim borligidan. Bu videoni ko'rganlardan hammasidan iltimos qilardim, bittadan like bosib, maksimalni repost qilib tarqatib tashlaylar. Kitobi O'zbekiston qanaqaligini, O'zbekiston fuqaroligini qanaqaligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.